Qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Şinjan Sabah Madaniyat tarqitish chekilish shirkati ishlagan Şinjan Qaydo yemeklik chekilish shirkati tajdorligini olgan Sabah kuy programmamizning yangi son orqali sizlar bilan diydorlashganligimizdan intayin xursandmiz. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Bugungi sahnamizda hammalarga tanishib bo'lgan 7 yoshdan 70 yoshgacha har xil naqsh kuylarini yoqtirib anglab kelayotgan bizning suyimli san'atkorimiz. G'arbi diyar naqsh shahi deb ta'riflanib kelayotgan yaxshi akam Abdullah Abdurim akam. Qarshi olaman. Yaxshi akam degan yerlar bak vaqtimi. Chunki Abdullah akam bilan har qatimliq suhbat olamiz degan vaqtda kishiga bak nayti azodlik, nayti xushxuy mijozi, yumoristik mijozi bilan haqiqatan bir ko'ngilli kayfiyatni beg'ishlay oladi. Shunga akam degan ba. Rahmat. Bugun mana Nazgulning riyosatchiligida Sabah kuylari nomidagi mushu programmaning ustida siz bilan o'rtoqlashganligimda intayin xursandman. Mana shunday. Nazgul sizga rahmat, jafot etdingiz, Rahmat aka, arziydi rahmat aka. Shu dabda Abdullah Abdurim akamizni sevgan, yaxshi ko'rgan barliq do'stlar balkim to'rt ko'zi bilan bizning Sabahki programmamizni taqozolik bilan kutyotdi. Aka, yaqindan beri biz shu Sabahki programmamiz tarqalgandan keyin nurg'ulg'an do'stlarning yaxshi bahsiga erishdi. Birinchidan vaqtchaligi qisqa, 10 minut vaqt ichida yangi kuy, andan ular yaxshi ko'rgan san'atkorlarning yaxshi naqshlari orqali huzur beryapmiz. Sizcha buningki ahamiyati zo'r bo'lyapti deb qaramsiz? Ha, albatta men intayin yaxshi ko'rdim bu programmani. Endi buni boshlashda loyihalashdimi, dal siz degandek vaqtni qisqa. Chunki hozirgi davrda shua doing deymiz-ku. Shua mangida endi bu. Shunga kishilar bak uzun narsani ko'rishni ancha bak nisbatan xalab ketmaydi. Shunga eng negizlik, eng mazmunliq holda qisqa vaqt ichida o'tilgan narsalarni yaxshi ko'rdik. Şu hozirgi davrning şu odamlarning şu xarakteriga bu yangi uchurlarni ko'rishda odatlangan şu odatiga vaqtni qisqa mazmunni ixcham qilib ifodalasak deb loyilagan. Bu mushu uning ustiga mushu jamiyatimizdagi bizning yana nurg'un o'quvchilarimiz bor. Nurg'un yetilayotgan naqshchilar bor, to'nilgan naqshchilar bor. Ularning nurg'un asarlari to'xtamay chiqib turyapti emasmi? Hammamiz o'zimiz ishlagan asarni jumladan men o'zim ishlagan putdagi asarni cho'qim o'zimning qobiliyatimdan yetishicha o'z taratqullarimda taqdiman. Wang Yiyun deymiz, Peng Yuchar deymiz, talay ashuna narsalar bor. Lekin u mening kuchim, mening naqshamni texmi ko'p odamlarga yetkazishga baribir ojizlik qildi qarang. Bir odamda men yolg'iz. Sizninkini qo'shsam Unikini qo'shsam, ma'o taratqo ko'payganda ana kendan texmi jiq adam yangi asarlarimiz bilan uchrasha oladi. Shunda fursat hozirlikka. Shunga men inimga Abdusamiga, Abdulatliga mush ishni topilgan. Shu Sabah madaniyati tarqitishninki kuchi bilan, ya'ni nurg'un do'stlarimizningki hamkorligi bilan hammamizning kuchini birlik keltirib turib, bizning inlarimiz ishlayotgan yangi asarlarni unda chiqiblam yo'qolib ketgan emas, jiq adam ko'rib tang baho bera oladigan, tang huzurlanadigan bir pengtay hozirlaydi. Shunga menimcha bu yaxshi bo'lyapti. Bu taki ataqliq san'atchilarning emas, chiqayotgan yangi ijodiyatchilarning yangi kuylarining, yetilayotgan naqshchilarning yetilishiga texmi yaxshi bir pallampay hozirlaydigan bir sahna bo'lib qolsa deb orzu qilaman. Qarang. Rahmat aka. Haqiqatan sizning orzularingiz jarayonida bu sahna meningcha shu xil kishilarga nisbatan haqiqatan bir pingtay, ya'ni bir sahna bo'la oladi. Ham palampay bo'la oladi deb o'ylayman. Demak, endi mushundaq san'atkorlarning to'xtamay izlanishi va iz qoldirib menishi natijasida chiroyli sahnalar, noiti o'lchamlik holatda loyihalangan mushundaq sahnada o'lchamlik apparatlar orqali ularning eng chiroyli kuylari eng yaxshi o'lchamlik holatda tarqitilsa, nim degan yaxshi. Albatta bir san'atkor bo'lish bilan Abdullah akamlar o'ylaydiki, bizlar emas, bizga o'xshash mushundaq bir san'atchi bo'lishni orzu qilayotgan shu do'stlarga bizmi mushundaq maydon hozirlab berishimiz kerak degan bir burishning turkisida mushu program maydon keldi deb tushunaman. Shunlashqa shaxsan men Sabahki programmamizning mush sahnasida turib, ustozlarning, yetishayotgan san'atkorlarning, naqshchi do'stlarning eng yangi kuyini ko'pchilikning huzuriga suna olganligimdan, shu xizmatda bo'lanligimdan men intayin xursandman. Sabah shirkatining ishlari texmi o'ngishli bo'lg'ay. Rahmat. Abdullah aka, undaqda adabiyot san'atimizning taraqqiyotiga sizlar amaslarning izinglarni besib kelayotgan ana shu yoshlarmi tang kuch qo'shimiz deb nihoyatda zabardast holatda turibdi. Undaqda har bir sahna vaqtimizda bir yangi kuy. Mushun degan vaqtimda men bek hayajonliman. Chunki bir ijodiyat bir yangi kuyning maydon kelishi bek
qiyin, müşkül bir jarayon. Amsa bugungi bu chiroyli sahnamizda yana bir chiroyli kuyingizni anglaymiz deb mana taqozo bo'lib turibdik. Ma'qul rahmat. Men bugun shu Sabah kuyi programmasini tabriklab o'zimizning kichkina ajrimizning bu mevalardan suyunib, sizlarning qilayotgan amginglardan suyunib, sizlarning qilayotgan ishlaringlarni texmi ro'naq tepishini tilab, har bir inilarimizning, sing'illarimizning o'zi ko'zlagan manzillarga yetishgan deb orzu qilib, orzularining balduroq chechak etishiga tilakdoshlik bildirib, men bir naqshidan birini aytay. Bo'ladi, taqozomiz qiynamsa hammamiz birlikda manglaylik. Marhamat. Erkeknin halini pes kılma hayat, her kadem yolunu tez kılma hayat. Gözleriden emes, yürekten yığlar. Gözleriden emes, yürekten yığlar. Namertke dost kılıp qas qilma hayat, namertke dost kılıp qas qilma hayat. Yolini kan qilgin niyetiga xos, yegona qo'ymag'in bag'ringga chin bos. Osonlikni bergin sana iltimos, osonlikni bergin sana iltimos. Ravan kıl işlerini tez kılma hayat, ravan kıl işlerini tez kılma hayat. Şirinlikке tulsun sürgen hiyalim, yaxşılar kalbige yaralsın cayi. Şirinlikке tulsun sürgen hiyalim, yaxşılar kalbige yaralsın cayi. İtaatlik bulsun cübdi ayali, İtaatlik bulsun cübdi ayali. Söygüde kadrini xas qilma hayat, söygüde kadrini
xas qilma hayot Söygüde qadrini xas qilma hayot Rahmat Abdulla aka. Sizga rahmat. Abdulla aka, demak endi biz Arsan programmamizni qo'llab kelayotgan korxona shirkatlarga rahmatimizni aytib keldik. Bugungi mana shu programmamizni qo'llagan yanalar hammalarga tanishib bo'lgan oshxonalarimizda, dasturxonlarimizda kam bos bo'lmaydigan qaydo mahsulotlari haqida yana azroq ko'pchilikka e'lon bermoqchimiz. Gap bo'lmaydi, gap bo'lmaydi. Gap bo'lmaydi. Abdulla aka shu qaydo mahsulotlarning obraz vakili. Bek bilaman. Mao hozir oldimizga olib qo'ygan aka. Qaydo xushbo'y gumbi qiyami, ya'ni ağzını içiplam yeb olgan sizin bechik yeydiğimiz ne? Odatda ko'p yeyman. Dumbi qiyami dedingizmi? Gumbi. Gumbi madak degan şöyle qay. Mogo ne ekan go? Ağzını içiplam yeydigan. Gumbi madak. Gumbi madak deydi onu. Mana Mao açıqi, Mao asl tamkan. Balkim siz asl tamni jiqroq yeyishingiz mumkin. Uni mo yaxshi ko'rman, ochiqini bak yaxshi ko'rmadim. Siz qanday? Men ömüşmüş gülümni oyap, men jiq yeb qildigan bo'lgankinda bir totliqroq narsalarni jiqroq yeyman. Men o'sha gülümni oyap turibmish ochig'ini bak yaxshi. Qasdan şey olasiz. Ikkimiz birdan ulashib olaylik. Ashta qilgan chiqsa deyli ma'sa qildik. Demak, mana qaydo shirkati bizning so'ygan san'atkorlarimizni ishonch qilib, obraz qilib turib o'tirg'i chiqadi hamda o'zining ishonchli mahsulotlari bilan hozir qadar xilma-xil yangi mahsulotlarni to'xtamay bozorga chiqaryotdi. Shuningdek munosabat bilan har millat iste'molchilarining dasturxonini mo'l qilgan qaydo shirkatiga yana bir qatam rahmat aytamiz. Oңышық болсын. Xo'p, qaydo shirkatiga ballar, barliq ishchi xizmatchilar, rahbarlar, hammalar jafat etdinglar. Texmi yaxshi mahsulotlarni xalqimizga sunishinglarni, Şinjandagi har millat xalqining kutgan yerdan chiqishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Onundan başqa yana ekran aldiki nurg'ulg'an korxonchilarimizning savollariga bir javob bervasam, bizning sabah kuyi programmamiz har kuni bir son tarqitildi. Har kuni 10 minut vaqtinglarni olamiz, lekin sizlar uchun har vaqt ko'nglinglardagi kuyni tarqitishga tayyormiz. Shuningdek sabah kuyi programmamiz har qaysi eglik tiklayotgan korxonchi do'stlarimizning mana shu sahnamiz orqali o'zining eng ishonchli sifatli mahsulotlarini e'lon qilishini hamda qo'llashini, quvvatlashini yana samimiy umid qilamiz. Agar mushkil o'yinlar bor bo'lsa, yana bizning Sabah Madaniyat Taqdi chekish shirkatimiz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Abdulla aka, undaqda e'lonni qildik, naqshini anglabdik. Oxirida chiroyli so'zingiz bilan bugungi programmamizni oxirlashtiramiz. Xo'p, men inson-singllarimizning hatto bizning tangtushlarimizning, hattoki ustozlarimizning bu yangi kuylarini davomli bu sanda anglashni xohlayman. Chin dilimdan umid qilaman. Chunki ustozlar bizga yetakchi bo'lgandek, bizmi o'zimizdan kichiklarga yetakchi bo'lishni orzu qilib kelyapmiz. Bilmaymiz qandaroq ish qilyapmiz, yetyaptamdi, yetmayaptamdi. Balan. Shunga bizni yana ustoz akalarımızdan, mush sabta nurg'un ajr mehnatlari bor ustozlarimizning mushu oddiy sahnamizni yana qo'llab-quvvatlashlarni umid qilamiz. Jumladan akalarimizni yana naqshchi akalarimiz bor emasmi? Hatta muzikant akalarimiz, hadlarimiz bor. Hammasini bizni yo'qlab turishni umid qilamiz. Biz davomli qarshi olamiz. Ham inson-singillarning yangi ijodiy ohanglarini to'xtamay ishlab turishlarini va mo'rni-mo'rga tirab, qo'lni qo'lga tutib, texmi ko'p kishilarimizning Şinjandagi har millat xalq ommasining tomoshabinlarimizning bu yangi ijodiy kuylarni shu sahna orqali anglab turishni umid qilaman. Biz ham shuni tilakdosh. Qadrli do'stlar, sabah kuyimizda mana shunday yaxshi so'zlar, yaxshi naqshlar, yaxshi kuylar va sizlar arzu qilgan san'atkorlar bor. Undaqda har kundagi 10 minut vaqtingizni bizga berishingizni umid qilaman. Atidagi yangi kuyimiz yanala siz uchun. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh.